Keyingi burchimiz egizaklar. O'sha mana bu anavlariga ham qaranglar, nomiga mosda bular hammasi. Egizaklar 22 maydan 21 iyungacha. 22 iyungacha. Ya'ni qaranglar, 21 may buzoq tugadimi, 22 may o'sha egizaklar boshlanadi va 22 iyungacha qisqichbaqa 22 iyundan boshlanadi. Shunda egizaklar 22 maydan 21 iyungacha. Demak, havo unsuri hisoblanadi. Havoyi deydi-ku, o'sha havo bilan bog'liqda bularniki xullas. Ular qiziquvchan, egiluvchan, va biroz vaysaqroq bo'lishadi. Ko'p gapirishadi xullas. O'zini chunki so'zlar orqali ifodalab, bilimlarini shunaqa kengaytirishni yaxshi ko'rishadi. Ya'ni o'zini o'sha so'zlar bilan, ta'riflaydi, gapiradi o'zidagi vaziyatlarni va o'sha qarshisidagi inson bilan muloqotga kirishib, o'sha bilimlarini ko'paytirib, shunaqa kengayadi ular. Egizaklar o'zini, dinamичностью bilan mashhur. Ya'ni ular tinmaydi. U yoqdan bu yoqqa nimadirlar qilib g'imirlab yurishadi-da xullas. Ular, gaplashishni yoqtirishadi, informatsiya yig'ishni va tarqatishni sevishadi. Shuning uchun agar shunaqa ishlashsa, bu kasbdagilar muvaffaqiyatga erishishadi. Ya'ni gapirish bilan bog'liq, informatsiya yig'ish bilan bog'liq, o'sha ma'lumotlar yig'ish va tarqatish bilan bog'liq ishlarda jurnalistika yoki mana shu psixologiya, xullas shunaqa ishlarda ishlaganda egizaklar yaxshi muvaffaqiyatga erishishadi. Chem mana bu moddiy qo'l bilan qilinadigan ishlardan ko'ra. Keyin, har xil odamlar bilan, misol uchun odamlar har xil hayotda va ular o'sha har xil odamlar bilan har xil bo'la olishadi. Har xil rolga kira olishadi, har xil, maska taqa olishadi-da xullas. Shu o'z nomi bilan egizakda ular. Bitta odam ichida ikkita odam yashaydi. Ular bilan yashash judayam qiziqarli, xullas zerikmaysiz. Chunki xuddi ikkita odam bilan yashayotgandek bo'lasiz.